Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar Qo'qon bozoridan obzorlar ko'ryapsizlar. Bizning kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Bugungi obzorlarimiz xudo xolasa Turetskiy Turkiya tovarlarida kopiyasi O'zbekiston tovarlari haqida bo'ladi. Sizlarga bir-biridan qiziq bo'lgan narxlar, rasprodajalar haqida ma'lumot beraman. Oxirigacha ko'rib, obuna bo'lib, like bosib, tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Hozir boshlaymiz obzorni. Xo'p, qaranglar, mana shu ko'rib turgan hamma tovarlar bir 90% Turkiya modellaridan kopiya qilingan. Xitoydan kopiya qilinganlari bor, O'zbekistonda o'zimizni hunarmandlarimiz ijod qilganlari ham bor. Hammasini bir-ikkidan ko'rsatib boraman. Aktual narxlar, xudo xolasa narxlarimiz yaxshi, bunaqa qimmat emas. Solishtirib ko'rib olsalar ham bo'ladi. Mana ularni tanishtirishni boshlayman yangiliklardan. Bularni 65 ming so'mdan qilib berdik. Sizlar narxini aytib o'tib ketyapman. Ko'pchilik narxini ayting deb yozyapsizlar. Like bosib qo'yinglar shu shetiga ham. 65 ming so'mdan bular. Mana shu mexlilar. Hozir yangilik chiqqanicha mexlilar ko'rsatyapman. Bunaqa mexsizlarni ko'rsatganman, oldingi obzorlarda ham bor. Kirib o'tib narxlarni ko'rib olsalar ham bo'ladi. Agar ja bo'lmasa, Telegram kanalga shunday o'tasizlar. Men sizlarga kanalni tashlab beraman. O'sha yerdan ko'rib, narxlar bilan zakaz bersanglar bo'ladi. 65 ming so'mdan hozir bor rasvetkasi shu. Tegirligi ham juda chiroyli mana. Yo'llarga ancha mehr berilgan, kilalari yaxshi, ancha sifatga ishlanyapti. O'zbekistonning mahsulotlari ham ancha rivojlanyapti. Turetskiy kopiyachilar, bular ham Turetskiy kopiyalar. Skromniy ayollarimizga mana bunaqa to'ybob deydimi? Abayalar bilan zo'r ketadi menimcha. Nima deysizlar? Bularimizni 67 ming so'mdan qilib berdik, 67 ming so'mdan. O'zi 70 ming qo'yishimiz kerak edi, arzonroq qo'yamiz gruppaga. Mana bunaqa modelni ham bilganlar biladi. Mana padoshdan ajratadiganlar juda yaxshi ajratadi. Turetskiylardan kopiya qilingan. Mana padoshlarni o'zimizda quyib o'xshatilyapti. Bularimiz 90 ming so'mdan qilib beramiz. Shu ikki xili bor. Bu hali norka telpalarning materialiga o'xshaydi, lekin bu nima emas, tabiiy emas u, lekin o'xshash qilib nima qilib qilingan. 90 ming so'mdan. Yengil, lekin ancha yengil ishlangan. Kiyimlar namunalarimiz bor. Bular ham Turetskiy modeldan kopiya qilingan. Bularni ham Turkiya sotganlar juda yaxshi biladi. Bular yubqa nachoslichi, nachosi bor. Qishda ham chiqara olasizlar bemalol. Qish hozirgi paytga kiyilaveradi. Mana shularimizdan bor. Mana bunaqa modellar bor mana, ko'ringlar. Bu ham shu yengil. Qo'limda turibdi. Turish padosh qo'polga o'xshaydi, lekin mana shu yengil, skromli modellar. Mana ko'ringlar. Mana bu ham Turetskiy modeldan kopiya qilingan. Buni ham 65 ming so'mdan qilib beramiz. Mana yubqa nachosi bor. Buni ham bemalol shu kunlarga sal havo sovisa ham kiyilaveradi. Endi juda qattiq sovuq kunlarga endi qalalroq qilib chiqariladi bularni. Mana bunaqa jullar qo'yib. Hozirgi shu kunlarda aktual zo'r model mana shu. 65 mingga narxi ham yaxshi. Mana arzonroq so'raganlar uchun mana mexli 37 ming so'mdan qilib beramiz. 37 ming so'mdan bosaverasizlar. Ob'yomga ko'proq olaman desanglar tushirib beriladi. Bu 1-2 pachka narxini aytdim hozir men. Shu kiyimlar mana Lucylar mana. Bularda o'tgan yili 105 ming shunaqa bo'lib ketgan. Bular asli qimmat bo'lib ketgan. Bu yil mana narxi tushib 92 ming so'mdan qilib beryapmiz. O'zbekiston mahsuloti. Hamma yoq toshli. Sifatlari yaxshi, xudo xolasa. 92 mingga tushdi bular narxi. Bular mana 67 ming so'mdan, yo'q, 72 ming so'mdan uzr adashib ketdim. 72 mingdan. Bor rangi, ikki xil hadovoy rangi bor, mana 72 ming so'mdan. Buni yana boshqacha mexlilari ham bor, Telegram kanaliga o'tsalar ham o'sha yerda bo'ladi. Xo'p, hozircha shular, endi bular narxi ham shu 60-70 ming atrofida chiqadigan narxlar. Qaranglar, men ham aytib beraman mexli. Bu arzon varianti, buni balandroq 70-80 ming narxligi ham bor. Bu arzonroq varianti, video o'sha. Buni 50 mingdan qilib beramiz. Ko'ringlar mana. Ko'pchilik yoqqan model, skromniy 50 ming so'mdan qilib beramiz. Bu 65 dan qilib beramiz. Buni 85 mingdan qilib beramiz. 85 dan. Yozaverasizlar. Endi men sizlarga hozir rasprodaja bo'lgan tovarlar ko'rsatyapman. Bugungi chiqib turgan tovarlar mana. Kanalimiz ishonchlimi yo'qmi degan savolga 100% ishonchli kanalimiz mana. Bugun chiqib turgan tovar. Men uni ochmabman. Juda ham zo'r narsa yangilik keldi. 50 ming so'mdan bash uchyapti. Uni 5 pashga bugun sotdik. Hozir uni ham ochib ko'rsataman. Mana bu yerda ham Xitoy rasprodaja ishlar. Buni 60 ming so'mdan qilib berdik. Makasima bu. Makasima bo'ladi, ochmabman men. Mana u etik, Chelsea model. Ikki taraf ham rezinkali. Turishiga qaraganda ancha yengil. 69 ming so'mdan qilib berdik. 3 pashga qoladi. Bugun tugadi mana. Kanalda kuzatib tursangiz zo'r aksiyalar. Hozir yana ketyapti. Kanalda 69 ming 59 ming so'mdan
zo'r tovarlar qo'yganman, ko'rib ko'rsalar bo'ladi. Mana 67 ming so'm. Bu ham qalin, bundan ham tugadi. Bundan ham tugadi. Bundan yana chiqib qolsa gruppaga vaqtlar qo'yamiz. 69 ming, 67 ming rasmlarda chaqib tugatdik buni. Bular ham mana bular narxi bularni ham boshida 52 ming shunaqa sotganmiz. Mexliga bu temboli 45 ming so'mdan qilib beramiz. 45 ming so'mdan. Mana model ham O'zbekiston mahsuloti bu. 50 ming so'mdan zo'r ketyapti, ulguti bo'lmayapti. Mana shuni ham 50 ming so'mdan chiqardik buni. Mana bu model keyin arzon so'raganlar uchun 24 ming so'mdan zo'r variant, sifatlari yaxshi xudo xolasa. 24 ming so'mdan ustiga 15 ming qo'yib sotsalar zo'r. Odam chaqirib turgan. Morskoy tafishga so'raganlar uchun mana bu originalrog'i, bu narxi 55 ming so'm. Hozir ochib ko'rsataman. Mana 55 ming so'mdan zo'r variant, yumshoq, padoshlari yengil, yollari tikma mana. Zo'r chiqqan. Mana undan ham bir pachka pushtisidan qoldi. Pushti emas, fioletoviy edi, ochiqroq sveti. 16 ming so'mdan tugatib yubordik buni ham. 5-6 pachka bor edi. 16 ming so'mdan ketdi. Mana u jicha vitrina turganiga pados sarg'ayib qolibdi. 16 ming so'mdan o'zi mana bunaqa chiqadi pachkada. Mana shunaqa chiqadi. Xo'p. Shu 16 ming so'mdan bundan bir pachka qoldi. Kimga kerak bo'lsa tezda yozsalar, shu bir pachkani sizlarga olib qo'yamiz. Rangi fioletoviy qolgan. Keyin mana ular 30 ming so'mdan, buni mexliga 35 ming so'm, bu mexsizi bu. Shu kunlarga zo'r ketadi, detskiy so'raganlar uchun 30 ming so'mdan bundan bir pachka qilib berdik. Mana rasprodaja mana 35 ming so'mdan qilib berdik. Buni zangori ham bor, 35 ming so'mdan, qora rangi qimmat ama 75 ming so'm, hozir ham 75. Faqat mana shu svetni zangori buni arzonroq qilib berdik. Lekin sifati o'sha, qorasi bilan bir xil sifatda, faqat rangini hisobiga arzonroq qilib yuboryapmiz. Bo'shatgan. Endi kimdir yoqaveradi zangorni, masalan bunaqa svetlar yaxshi ketadi. Mana o'zi svetlar aniq ketadi xudo xolos. Zangor endi hozir jichchanaqa odamlar injiqlik qilib qolishi mumkin. Lekin yoshroq odamlar, yoshroq qizlarimiz bo'lsa, zangor sochlar bilan moslab kiysa ketaveradi. Hop, Morskoy mana, Morskoy so'raganlar uchun. Bu ham narxi 130 ming bo'lgan boshida. Mana shu hozir trenddagi model. Buni hozirga 105 ming so'mdan qilib beramiz. 105 mingga tushdi narx. 130 ming edi, 105 ga tushdi. Detskiy mana bir-birdan chiroyli rasvetga. Xitoy bu. Xitoy original prямо kelgan 40 ming so'mdan arzon varianti. Kimga qiziq bo'lsa yozinglar. Kanalimiz ham 100% ishonchli, realniy. Hozir buni ham ochib ko'rsataman birontasini. Hozir. Hop, ko'ringlar mana 50 ming so'mdan zo'r variant. Buni arzonlari ham bor. Prosta mana shu modeli zo'r uchib ketdi. Narxi sal balandroq 50 ming so'm, lekin puliga arziydi, sifatlari zo'r. O'zimizda ham talab bo'lib ketyapti bu. O'zimiz kanalga qo'yib, bozorda ham sotiladi. Kanaldagi obunachilarimiz uchun ulgutib 5 pachka eplab qilib berdik. Mana shu 5 pachka. Bu yerda Toshkentga chiqib ketadigan bor. O'zbekiston hamma nuqtasiga xudo xolasa chiqarib beraveramiz. Chiqarganmiz ham shu paytgacha, hamma toshkalarga chiqarganmiz. Shu qanaqangi taklif, savollar bo'lsa, nima ma'lumot kerak bo'lsa, nimadir yana qanaqa narsani obzorni ko'rishni xohlasalaring, kommentariy yozinglar. Kommentariyaga kirib hech bo'lmaganda omad deb qo'yinglar. Bizga ham ancha poddershka bo'ladi.